Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega ish boshlashdan oldin rejani tuzish kerak? Chunki rejali ish tez va chiroyli tugaydi. Nega tunda vaqtida uxlash muhim? Chunki bu sog'lom o'sishimizga yordam beradi. Qani, kim aytadi? Nega kichik ukalarimizni asrashimiz kerak? Chunki ular bizga ishonadi. Nega kitoblarni ehtiyot qilish kerak? Chunki kitoblar bilim manbai. Qani bolajonlar, nega kattalar bilan muloyim gaplashish kerak? Chunki bu odobning belgisi. Nega maktab formasini toza tutish kerak? Chunki toza kiyim tartib va intizom ko'rsatadi. Qani kim aytadi? Nega ota-onaga yordam berish yaxshi? Chunki bu mehrimizni ko'rsatadi. Nega qiyin vazifadan qochmaslik kerak? Chunki qiyinchilik bizni kuchli qiladi. Qani bolajonlar, nega sovg'a olganda rahmat deyish kerak? Chunki bu minnatdorchilikdir. Nega yo'lda yugurmaslik kerak? Chunki bu xavfsiz emas. Qani bolajonlar, nega oshxonada kattalarning iznisiz pichoq ishlatmaslik kerak? Chunki bu xavfli bo'lishi mumkin. Nega kattalarni tinglash yaxshi odat? Chunki ular hayotdan ko'p narsani biladi. Qani, kim aytadi? Nega narsani so'raganda muloyim bo'lish kerak? Chunki muloyimlik qalblarni yumshatadi. Nega navbatda tartibni buzmaslik kerak? Chunki hamma o'z vaqtida oladi. Qani bolajonlar, nega ish tugagach o'yinchoqlarni yig'ish kerak? Chunki tartibli joy chiroyli ko'rinadi. Nega suvni isrof qilmaslik kerak? Chunki suv hayot manbai. Qani, kim aytadi? Nega salomlashish yaxshi odat? Chunki salom muhabbat keltiradi. Nega yolg'on so'zdan uzoq bo'lish kerak? Chunki yolg'on ishonchni buzadi. Qani bolajonlar, nega mehmonlarni yaxshi kutish kerak? Chunki bu o'zbekona odat. Nega qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun birga harakat qilish kerak? Chunki birlik kuch beradi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.